hujjatda O'zbekiston Respublikasining fuqarolaridan biridir. Hayır, farkı yok mu? Hozir pensiyaga beriladi, 18 yoshdan kattalar o'zgartirish kiritildi. 60 yoshga kirdi. Bu moliya hukumat. Bu garov qiymatini kelishilgan summa 70 bo'lmasa beriladi, lekin summani 300 million so'mgacha beriladi. O'zimizda bilan qilgan shaxslarga 100 million so'mgacha beriladi. Muddati 36 oy muddatga beramiz, 6 oylik imtiyozlar bilan beriladi. O'zimiz bilan qilgan shaxslarga 25% beriladi, foiz stavkasi. Yuridik shaxs maqomidagi umuman tadbirkorlik sub'ektlaridan 24% beriladi. Unda kredit shartlarida mijozning aylanma muvaffaqiyati faoliyat joriy talab etilmaydi. O'zimiz bilan qilgan shaxslarning xalqqa oshirgan qarzdorligini o'tkazib bo'ladi. Yuridik shaxs maqomiga va ega bo'lmagan tadbirkorlik sub'ektlarining o'zini shu bilan tushib turamiz. Bunda ta'minot sifatida ishlab chiqarilgan 5 yildan oshmagan transport vositalari,